Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun e'tiboringlar markaziga 19115 Zipkotda joylashgan 3 bedroom 2 bathroom uyimizni havola etmoqchimiz. Bu uyimiz yangi jihozlangan va eng qizig'i dizaynerskiy remont qilingan. Qani ketdik birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sizlarni e'tiboringlar markaziga mana bu backyardni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi yangi beton qilingan va bu yerda esa bolalarimiz uchun o'yingoh qilingan. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, o'tiradigan joylari ham bor va bu masalan qishda mehmon keladigan bo'lsa agar isitadigan joylari ham bor. Bu yerda esa go'sht qovursangiz ham bo'ladi, pishirsangiz ham bo'ladi va kabob qilib yesangiz ham bo'ladi. Bilaman, siz ham biz ham ko'p go'sht yeymiz. Endi esa uyda ichini kirib ko'ramiz. Kirishimiz bilan bizni issiqqina uy kutib oladi. Kaminlarini ham dizaynerskiy qilingan, ko'rib turibsizlar. Televizorlari bor. Eng meni e'tiborimni tortgan tarafi bu devoldagi soat. Soatni ko'rib turibsizlar, noodatiy tarzda qilingan. Bu yerda esa bizlarda oshxona kutib oladi, yangi jihozlangan, ko'rib turibsizlar. Hammasi akkuratni toza qilingan va mana bu shiftini ham ko'rib turibsizlar, yuqoriga ko'tarilgan. Nima uchun? Chunki bu uyga ko'proq quyosh tegishi uchun, yorug' bo'lishi uchun shu narsani o'ylab topilgan. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, laundrylari yangi. Hammasi yangi jihozlangan, pollari yangi. Mana ketdik. Hozir esa sizlarga ajoyibdan ajoyib bo'lgan va menga yoqqan bathroomni ko'rsataman. Bathroomni ko'rishlaringiz mumkin, yangi jihozlangan, hamma narsasi yangi. Bunda esa pollarni isitish sistemalari mavjud. Mana bu yerda esa kim ofisda ishlagan bo'lsa agar ajoyib imkoniyat, bu yerda kompyuter va jihozlarni qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. Yuqori qismida esa bedroomlar joylashgan. Birinchi detskiy bizani kutib oladi, detskiy xonasi. Bu yerda agar yoshmachoq o'ynamoqchi bo'lishsa agar, bu yerda klozet joylashgan. Bu yerda esa yana bitta klozet, ko'rib turibsizlar, hammasi ajoyib. Mana yana bitta bathroom, bu общий bathroom. Bathroomimiz hammasi yangi, jihozlari yangi, rakkanalari yangi. Mana bu yerda esa master bedroom. Master bedroom kattaligini qarang. Maza qilib lizginka o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa yana bitta bedroomimiz. Kimga agar shu va shunga o'xshagan uylarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa agar, albatta menga Rashid Jabborovga murojaat qiling va biz siz uchun eng ajoyib takliflarni taqdim etamiz. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Sizdan xohish, bizdan ajoyib takliflar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.